Assalomu alaykum do'stlar. Bitta like bilan komment o'tkazib yubormani. Yangi mashina chiqsa yana ko'rib turasizlar. Bugun ham ko'rishsizmi? Shu ko'rishingiz uchun yana bitta like, bitta komment ayamaman. Mana Avante, bunday Avante mashinamiz kelgan. Holati zo'r, 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinani bitta ko'radigan bo'lsa, mashinamizning kraskasi bor. 4 teshikda kraskasi bor, to'g'ri. Lekin udal kaltak emas, u ham qayda? Mana chizilganiga, sepilgan ekan mana mashinada pastida. Qo'limda pastida sepilgan, orqa ko'rinishini ham ko'rsani bo'ladi. Buni naqdga 4800 dollarga baholadi. O'qira mana Nexia'ni puliga. Ideal, ichi sayriq salon mana. Konditsionerlar ishlaydi, radarlarni beraman dedilar. 414 ming yurgan, motor moy-poy yemaydi mana. Sayriq salon, oynali elektronika, 4 ta balon ham yangi, qo'yilganiga 1 oy bo'lganiga 6 oy bo'lgan. Yursa bo'ladi. Naqd 4800 dollarga qiziqqanlar bosib olsani bo'ladi. Telefon raqam 50 500 575 55 51 ga aloqa chiqsani bo'ladi. Mashina Namanganniki, eng qizig'i 50 partiya.